Assalamu alaikum wa rahmatullohi wa barakatuh. Alhamdulillah, Alloh taolaning rahmati bilan Hijriy kalendarimizning so'nggi oyina da oyoq bosamiz. Zulhijja oyi. Hijriy kalendarimizning so'nggi oyi bo'lib turadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karim oyatlarining birisida bizga shunday xabar yetkazadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Inna iddatash shuhuri 'indallohi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi wa minhum arba'atun hurumun ila ayati akhiri. Alloh subhanahu va taolo aytadi, mening qarshimda oylarning soni 12 deydi. Ya'ni 12 oy. Hijriy kalendarimiz bo'yicha bo'lgan 12 oy ham shu 12 oyning 4tasi harom oylardir. 4 oyning 3si ayirlib turgan oylar, unda bo'lsa Zulqa'da, Zulhijja ham Muharram oylari eretdan kelalar. Zulqa'da oyi tamomlanib, Zulhijja oyina kirishdik. Bu oylar, bu vaqtlar Alloh subhanahu va taolo tomonidan bizga hoj vaqtlari, hoj oylari bo'larak belgilanib qo'yilgan. Zulqa'da oyining oxirida mu'min musulmonlar, yer sharindagi mu'min musulmonlar hoj amallarini azirlanib yo'lga chiqarlar. Yo'lga chiqarlar, azirlik boshqaralar ham Zulhijja oyining 1-10 kunida o'zlarining amal ibodatlarini Makka-i Mukarramada, Makka-i Mukarrama yonida bo'lgan amal ibodatlarini boshqarib, Alloh taolaning rizolig'iga yo'nalishga tirishadilar. Alloh taolaning rizoligini umid etib amal ibodatlarini boshqaralar. Alhamdulillah. Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarga, hojilarga yordamini bersin. O'zining yordamini erishtirib, shu amal ibodatlarini xayrlisi bilan boshqarib, duolar qilib, o'zimiz uchun, ilkinlarimiz uchun, oilalarimiz uchun duolar qilib, xayrlisi bilan eson-sog'ina aylanib qaytarga nasib etsin. Chunki hoj ulda bo'lsa islom dinining 5-bag'anasi. Alloh subhanahu va taolo tomonidan mu'min musulmonlar uchun farz qilingan amal ibodatlarining birisi bo'lib turadi. Ham shu vaqtda hojni yumg'oqlaytirgan, hoj amallarini tamomlab, ana yumg'oqlab qo'ygan amallarning voqealarining birisi ulda bo'lsa Qurbon hayiti, Qurbon bayrami. Alloh subhanahu va taolaning rahmati bilan Zulhijja oyining 10-kunida Qurbon hayitining namozi, amal ibodatlari boshqariladi. Ham Qurbon hayitining namozi o'qilgandan so'ng mu'min musulmonlar yer yuzida qaysi yerdagina, qaysi o'rindagina yashamasin, butun mu'min musulmonlar Qurbon amalini kirisha boshlaylar. İbrahim alayhissalom vaqtida İbrahim alayhissalomga Alloh subhanahu va taolo o'zining o'g'lin Ismoil alayhissalomni Qurbon ettirib ketiriga qo'shdi. Lekin İbrahim alayhissalomning taqvoligini ko'rib, İbrahim alayhissalomning shu ishga jiddiy keluvini ko'rib, Alloh subhanahu va taolo kishi qoni quyilmasin deb jannatdan qo'y jibardi. Ham Ismoil alayhissalomni qurbonga keltirmishi shu qo'yni qurbonga keltirib, bu amal ibodatni mu'min musulmonlar uchun tiyish qildi. Bugungi kunda da bizda qo'y, soriq, keja ishi hayvonlarni qurbonga keltirib, Alloh taolaning bizga tiyish qilingan amal ibodatini o'targa, shuning bilan Alloh taolaning rizolig'iga erishishga tirishamiz. Qurbon hayiti, qurbon amallari. Qurbon amali aytganimizcha Alloh subhanahu va taolaga yoqinayta turgan amallarning birisi. Qurb, qarib degan so'zlarning tomirdosh bo'lgan so'z Qurbon. Qurbon masalasına kelganda Alloh taolaning rahmati bilan mu'min musulmonlar bir kishidan qurbon keltirgan vaqtda qo'y, soriq, keja ishi hayvonlarni keltira oladi. Qurbon kimida 1 yoshlik bo'larga tegish. Ya'ni qo'y, keja, soriq kimida 1 yoshlik bo'larga tegish. Lekin endi qo'y ham soriq toza bo'lsa, endi yetishgan bo'lib ko'rinibdi, ammo lekin 1 yoshi to'lmishi 6 oy o'zgan bo'lsa, bu hayvonni da qurbonga keltirga yaraydi. Ammo lekin keja kimida 1 yoshlik bo'larga tegish. Shunday Alloh taolaning rahmati bilan sıyır, o'g'iz kabi hayvonlarni, diya kabi hayvonlarni da qurbonga keltirga yaraydi. O'g'iz bilan sıyır kimida 2 yoshlik bo'larga tegish. Endi diyaga kelganda diyaning yoshi kimida 5 bo'larga tegish. Ya'ni 5 yoshlik diya bo'larga tegish. Ham Alloh taolaning rahmati shu hayvonlarni qurbon ettirib keltirgan vaqtda 7 kishiga qatnasha oladi. Shu 7 kishining borasida qurbon niyatlarga tegish. Ya'ni qurbon chalingan vaqtda qurbon niyati bilan shu qurbonlikqa qo'shilarga tegish bo'lar. Chunki orasidan birsigina bo'lsa da it uchun qo'shilgan bo'lsa,
башкаларның бөтенесендә корбаннары дөрес булып саналмас. Шуңа күрә бу мәсьәләдә без игътибарлы булырга тиеш. Шул ук вакытта бу корбанлыкларга килгәндә, корбанлыкларны инде әйтеп чыктык. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу гамәл гыйбадәтләребезне хәерлесе белән башкарырга насыйп итсен. Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы корбанлыкларны китергән вакытта да хәерле корбан китергә насыйп итсен. Чөнки Раббыбыз Коръәни Кәрим аятларының берсендә безгә мөрәҗәгать итеп шундый сүзләр әйтә. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Ла таналлул бирра хатта тунфиқу мимма тухиббун. Ила аяти ахири. Ягъни сезнең гамәл гыйбадәтләрегез, сезнең изгелекләрегез, сезнең корбаннарыгыз кабул булмас иллә мәгәр үзегезгә сөекле булган, үзегез яратканны китереп корбан китермичә торып кабул булмас дип әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тааля. Шуңа күрә дә корбанлыклар үзләре корбан чалына торган җиргә хәтле килеп җитәрлек дәрәҗәдә булса, сау сәламәт булса, таза булсалар бик яхшы булыр. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям да безгә бер хәбәрен җиткереп калдыра. Ул да булса шушы корбанлыкларыгыз, шушы корбаннарыгыз сезгә сират күперен узарга, сират күперен кичәргә ярдәмче булып торыр дип әйтә. Сез аларга атланып, шушы сират күперен узарсыз дип әйтә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Корбан мәсьәләсенә килгәндә, корбанны кем чалырга тиеш? Кем өчен корбан мәҗбүри дигән сорауга без шундый рәвештә җавап кайтарабыз. Әгәр дә берәр кешенең нисабы тулган рәвештә, гаиләсен тәэмин итәрлек дәрәҗәдәге малы була торып, шуннан тыш тагын малы була торып та бу кеше корбанын әлбәттә чалырга тиеш. Ягъни кемнең шушы нисабы тулып, мөмкинлекләре бар икән, корбан чалып Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешергә тырышырга, шушы гамәл гыйбадәтләрне башкарырга тиеш булыр. Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу эшләребездә, бу гамәл гыйбадәтләребездә җиңеллек бирсен. Аллаһ Субханаһу ва Таалагә якынайып, гамәл гыйбадәтләребезне башкарып, Раббыбызның ризалыгында, Раббыбызның рәхмәтендә булырга насыйп булсын һәммәбезгә дә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.